Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bu video siz azizlar so'ragan qoramollarning simmental zoti haqida bo'ladi. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Simmental universal qoramol zoti. Qo'sh mahsuldor, sut go'sht yo'nalishdagi qoramollar orasida simmental sigirlari yetakchi o'rinni egallaydi. Bugungi kunda bu zot mollari dunyo bo'ylab 40 milliondan ortiq. Zotning kelib chiqishi. Simmentallar deyarli yovvoyi hayvonlardan tarqalib, eng qadimgi zotlardan hisoblanadi. Zotni yaratish birinchi bosqichi o'rta asrlarga to'g'ri kelib, fransuzlar yovvoyi turni qurilish va torf ishlab chiqarishda qo'llaniladigan ishchi mollarni chatishtirish bilan boshlandi. Hosil bergan mollar hozirgi simmentallardan tashqi va mahsuldorlik bilan ancha farq qilgan. Zot yaratilishida shvetsarlarning hissasi katta. Aynan ular 5-asrda bu zotni olib kelganlardan keyin yaratdilar. Tanlash birinchi navbatda qattiq tog'li sharoitlarga chidamli mollardan boshlandi. Shunday qilib 18-asrga kelib Sim daryosi nomi bilan nomlangan kichik ammo kuchli sigirlarning zoti olindi. 19-asrdan boshlab bu zot chorvachilikni yaxshilash va tashqi ko'rinishini baholash bo'yicha birinchi qonunlarni qabul qilish bilan hozirgi ko'rinishga ega bo'ldi. Shunday qilib kuchli suyakli, baland oyoqli katta hayvonlar tanlangan. O'tgan asrgacha standart talablari o'zgarmagan edi. Undan keyin esa past bo'yli, yuqori sut mahsuldorli, tez o'suvchan mollar tanlana boshlandi. Go'sht sut ishlab chiqarishning yuqori darajasi, yuqumli kasalliklar va patologik omillarga yaxshi chidamlilik, ko'p asrlik seleksiya ishlari bilan izohlanadi. Rossiya va Ukrainaga 19-asrning boshlarida olib kelingan. O'zbekistonga 1942-55-yillarda ko'plab keltirilgan va sof holda uchitilgan. 1970-yildan boshlab simmental qoramol zoti moslashtirilgan boshqa zotlar bilan chatishtirilgan. Zot standartlari. Simmental zotining o'ziga xosligi uning universalligida. O'rtacha sut va go'sht mahsuldorligi va sutdagi yog' miqdori yetarli darajada 3-6 dan ortiq va ko'pincha 4% bo'lganligi fermer xo'jaliklarida bu zotga talabni ko'paytirdi. Zotning rekordchi sigirlari 1 yilda 14-15 ming kilogramm sut bergan. Bu 305 kun laktatsiyasiga bir kunda 46-50 kilogramm sut degani. Simmental zotining xususiyatlari. Tashqi ko'rinishi. Tusi sarg'ish rangdan qizil ranggacha, suyaklari kuchli, rivojlangan muskulatura va yelin. Tirik vazni 3 yoshli sigirlar 500-600 kilogramm, buqalari tonnadan yuqori. O'lchamlari: balandligi 140 cm, ko'krak kengligi 70 cm, tana burchak uzunligi 160 cm. Mahsuldorlik yo'nalishi asosan sut go'sht yo'nalishida boqiladi. Go'sht sut yo'nalishida ham boqiladi. Sog'imi o'rtacha 4-5 ming litrdan oshmaydi. Rekord ko'rsatkichlari: Karolka 14 laktatsiyasida 104 tonna sut bergan. Sigirlar. Sof zotli qoramollarning xususiyatlari: qizg'ish va qizil ola tusli, burun lab oyna, ko'z qovoqlari va tilning pushti ranglari, tana uzunligi 140 cm-ligi, chuqur ko'krak qafasi, mustahkam suyak, rivojlangan peshona, katta bosh, kosasimon yelin, so'rg'ichlari konussimon shaklda. Qizil junli va oq boshli, qizil ola tusli simmentallar ham mavjud. Faqat ijobiy taraflar emas, balki kamchiliklari ham bor. Umurtqaning bel qismi osilganligi, yelinning old qismlari kuchsiz rivojlangan va kam sut mahsuldorligi, tos a'zolarining noto'g'ri tuzilishi shularga kiradi. Bundan tashqari bu zotning sigirlari sog'ish apparatlarida sog'ishga yaxshi moslashmaganligi va sut berish tezligi pastligi bilan tavsiflanadi. Mahsuldorlik bo'yicha zot quyidagi ko'rsatkichlarga ega. Oddiy fermalarda laktatsiyasiga 4000 kilogrammgacha va nasllik xo'jaliklarda 6000 kilogrammgacha sut beradi. Yog'liligi 3-8% dan baland, oqsil 3-4% dan baland. Tirik vazni 550-600 kilogramm. Buzoqlar. Zot vakillari tez o'sishi va kunlik o'rtacha kilogramm ortishi bilan ajralib turadi.
Yangi tug'ilgan buzoqlarning vazni 34-46 kilogramm. 6 oyligida 180-225 kilogramm. 1 yoshida 230-350 kilogramm bo'ladi. Kunlik vazn olishi 850-1100 gramm. Bo'rdoqi qilinayotgan buqachalar intensiv texnologiyalarni qo'llash orqali 15-18 oyligida 500 kilogramm so'yim massasiga ega bo'ladi. Simmental zoti yuqori reproduktiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Buzoqlari sog'lom tug'ilib, patologiyalar kamdan-kam holatlarda uchraydi. Tug'ilganda urg'ochilari 36 va buqachalari 45 kilogrammgacha yetadi. Buqalar. Simmental buqasi rivojlangan mushaklarga ega. Bo'yi 160 santimetrgacha va og'irligi 1300 kilogrammgacha bo'lgan katta hayvondir. Suyaklari mustahkam, ko'krak va ko'krak osti rivojlangan. Boshi katta, to'qol, shoxsiz. Bundan tashqari, novvoslar bo'rdoqiga boqilganda tez semiradi. 12 oyligida 400-420 kilogramm, 18 oyligida 500-600 kilogrammga boradi. Yuqori sifatli go'sht beradi. So'yim chiqimi 58-62%. Saqlash xususiyatlari. Simmentallar injiq emas, turli oziqlantirish va saqlash sharoitlariga osongina moslasha oladi. Ular 30 gradus sovuqgacha osongina toqat qiladilar. Bo'rdoqlanayotgan buqachalar ko'pincha bog'lanmasdan, to'siqsiz joylarda saqlanadi. Oziqlantirishda simmentallarda jiddiy cheklovlar yo'q. Ular uchun eng muhim oziqa manbai pichanlar hisoblanadi. Shuning uchun qat'iy silos va senajli oziqlantirish tipi maslahat berilmaydi. Bundan tashqari sog'iladigan sigirlarga ko'p miqdorda konsentratlar berilmaydi. Bu semirib ketishi mumkinligi bilan tavsiyalanadi. Tarqalgan hududlari. Bu zot Yevropada, Avstraliyada, Amerikaning yirik mamlakatlarida, Afrikaning janubida, yaqin xorijda, Rossiya, Belorussiya, Ukraina, Qozog'iston keng tarqalgan. O'zbekistonda ushbu zotni respublikaning barcha viloyatlarida ko'paytirish mumkin. Kimgadir Yevropadan sifatli mollar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Faqat sifatli bo'libgina emas, kafolat ham beriladi. Mollar kelgandan keyin birinchi tug'ishigacha oliy toifali veterinar va zootexnik konsultatsiyalari ham joylarga chiqib ham xizmatingizda bo'ladi. Bunday sharoitni boshqa joyda topa olmaysiz. Mol olish niyatida yurganlar ekranda turgan nomerga telefon qilishingiz mumkin. Videomiz sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Fikr, mulohaza, taklif va albatta tanqid e'tirozlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha